Assalomu alaykum hurmatli Arab tili ixlos xizmatlari. O'tgan safar o'tgan zamon fe'lida siz ikkingi sizlar fe'lini qilgan edik. Endi hozirgi kelasi zamonda siz ikkingiz va sizlar ma'nosini qilamiz. Marhamat, ko'rib baho beringlar. Anta taktubu, sen yozasan. Anti taktubina, qiz bola uchun seni yozasan. Antuma taktubani, qiz bola uchun ham, o'g'il bola uchun ham bir xil, siz ikkingiz yozasiz. Antum taktubuna, sizlar yozasizlar. Antunna taktubna, qiz bola uchun sizlar yozasizlar. Anta tashrabu, sen ichasan. Anti tashrabina, sen ichasan. Antuma tashrabani, ikkita qiz bola, ikkita o'g'il bola o'tirsa ham bir xil. Qiz bola ikki kishi bo'lib aralashib o'tirsa ham, faqat ikki kishi bo'lib aralashib o'tirsa ham bir xil. Antuma tashrabani, siz ikkingiz ichasiz degani. Bir xil ishlataverasizlar. Farqi yo'q. Faqat sharti ikkita bo'lishi kerak. Antum tashrabuna, sizlar ichasizlar. O'g'il bolalar uchun ko'plikda, ko'p o'g'il bolalar uchun. Antunna tashrabna, sizlar ichasizlar, qiz bolalar, ko'p qiz bolalar. Hurmatli obunachilar, ikkilik doim bir xil. Antuma, qiz bolaga ham siz ikkingiz. Antuma, o'g'il bolaga ham siz ikkingiz antuma. Siz ikkingiz o'g'il bola ikki kishi o'tirsa ham, qiz bola ikki kishilar o'tirsa ham antuma, qiz bola o'g'il bola ikki kishi, ikkita, bitta qiz bola, bitta o'g'il bola o'tirsa yonma-yon. Yani baribir ikkilikka kiradi-ku, to'g'ri. Bitta qiz o'tiribdi, bitta o'g'il bola o'tiribdi. U ham baribir antuma. Siz ikkingiz degan. Yani sinfdoshlardan misol keltirdim. Eslasanglar oldingi safar. Qiz bola o'g'il bola o'tiradi. Qiz bola o'g'il bola o'tirsa ham siz ikkingiz antuma bir xil ketaveradi. Qiz bola ikki kishi o'tirsa ham antuma bir xil ketaveradi. O'g'il bola ikkita o'g'il bola o'tirsa ham siz antuma, siz ikkingiz degani. Bir xil ishlataveramiz. Ikkilik doim bir xil. Sog' bo'ling.